Bugungi temamiz kundur haqida. Kundur haqida gapirmoqchiman. Ko'pchilik bilmagan zo'r tabobat olamida eng zo'r narsa haqida sizlarga tushuntirmoqchiman. Mana bu kundur mayda-mayda, xuddi toshga o'xshaydi, lekin buni har xil iste'mol qilish yo'llari bor. Opisaniyada bu haqida chuqur ma'lumot qoldiraman. Kunduri nimaga asosan foydaliligini hozirgi men kommentlarimda juda ham ko'p ayollarning savollariga tayangan holatda hammaga javob bera olmaganim uchun shaxsan video ishlab chiqarishga qaror qildim. Ayollardagi yosh qizlarda, asosan 20 yoshli qizlarda ko'krak sohasi oxirigacha o'smasligi va yangi turgan tug'ruqdan emizishdan chiqargan ayollarimizda osilishi, burishi bo'layotgan holatlarni, ko'krakni juda ham chiroyli holatga sekin-sekin olib keladigan, terlarini baquvvat qiladigan, tarang qiladigan ichimlik bu kundur. Kundurni shimsanglar ham bo'ladi, choy qilib ichsanglar ham bo'ladi. Oddiy baklashga to'g'ri dona solib qo'yib, kun davomida ichib yurasizlar. Va ayollardagi juda ham dolzarb bo'layotgan muammolardan yana bittasi matchli miyoma, kista, shularni so'rilishiga yordam beradi. Faqat ayollar, hattoki balog'at yoshidagi qizlarda ham kista, miyomalar bo'lishi borganda va ichinglarni yurg'izadi. Aqliy faoliyatini erkak kishida ham, ayol kishida ham pamitni rivojlantiradi. Eslab qolish qobiliyatini yaxshilaydi, ko'rishi tiklaydi, ichki organizmdan achishini yuvib tozalaydi va bu kundurni doim ichish mumkin. Kundur haqida bilmagan ayollarimiz esa batafsil o'qinglar. Bu narsa juda ham sizlar uchun muhim. Hozirgi kunda har vitamin ichaverib, vitaminlar ham qisman foydali, qisman qalbaki bo'lib ketgan. Mana shuning uchun tabiiy giyohlardan foydalanishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu kundurni bozorlarda, zarchabalar sotadigan joylarda bo'ladi. Albatta yozishlar qayerdan olish kerak deb. Meni oldimga keladigan ayollar uchun men o'zim maxsus olib keldim. Erkaklardagi bepushtlikni va ayollardagi follikullarning yaxshi ishlamasligini ta'minlaydigan, tiklaydigan malham.